Bugun biz xorijiy tillar fakultetida eng yaxshi o'qituvchi kim mavzusida ijtimoiy so'rovnoma o'tkazamiz. Uchun fakultetingizdagi eng faol o'qituvchi kim? O'zimjon Ataboyev. Bo'limimiz tomonidan o'tkaziladigan keyingi so'rovnomalarda boshqa fakultet talabalarining ham fikrini o'rganishni maqsad qildik. So'rovnoma natijalariga ko'ra, nemis filologiyasi kafedrasi o'qituvchisi Hayot va Dilafruz Zoirovna eng ko'p ovoz to'pladilar. Ustozning keyingi faoliyatlariga omad tilaymiz. Bo'limimiz tomonidan o'tkaziladigan keyingi so'rovnomalarda boshqa fakultet o'qituvchilarining ham eng yaxshilarini o'rganishni maqsad qildik.